Men sizlarga nima uchun aynan mana shu ilmlarni sizlar bilan bo'lishayotganim haqida bir oyat keltirmoqchiman. Aynan mana shu oyat shu ishimizni qilishga bizga turtki berdi. Demak, Auzubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Oli Imron surasi 92-oyat. Demak, oyatda nima deyilgan ekan o'qiymiz. O'zingiz suygan narsadan nafaqa qilmaguningizcha hargiz yaxshilikka erisha olmassiz. Nimani nafaqa qilganingizni Alloh biluvchidir. Azizlar, holbuki biz yaxshilikka erishish maqsadida sizlarga mana shu narsani taklif qilar ekanmiz. Harakat qilingki, siz ham xuddi shu oyatdan kelib chiqib, o'zingizni qiladigan yaxshiliklaringizni aynan mana shu kitobda berilgan tavsiyalardan, mana shu kitobda berilgan bilimlardan va mana shu kitobda berilgan tushunchalardan olingki, shoyat iste'molchilaringiz, mijozlaringiz va atrofdagilar va butun mamlakat, butun dunyo sizlardan rozi bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana uchrashuvlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Uchrashguncha.